Assalomu alaykum Tomorqa biznes kanali muxlislari. Bugun xudo xohlasa arilar haqida gaplashamiz. Shu arilarni mana arilarim mana turibdi. Bunda bor, bunasi ana shugacha ketgan. Xolos, men bunga hozir ko'chirib o'tkazishimiz kerak. Ya'ni bunda xudo xohlasa ikkita oila turibdi. Men bu yoqdagi oilani mana shu oilani ko'chirib o'tkazishim kerak. Yani shu alohida yashikka. O'zi sig'mayapti bular mana. Qarasa nechta ramka? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya'ni qarmoq ham bor-da. Yaqinlashtirsam qarmoq ham bor, asali ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Xolos mana shu turibdi. Shuni endi xudo xolasa olib alohida mana bunaqa uyaga o'tkazaman. Mana shu uya menga yoqdi. Yengil, mobilniy, ko'chirishga oson. Xudo xolasa ko'chiraman. U yoqqa masalan endi buyurmas, keyin o'tdan bo'tga ko'chirib yurishimga oson bo'ladi bular. Bular og'ir, buni bitta o'zim zo'rg'a ko'taraman bo'sh holatda-da. Ikkita odam ko'tarish kerak. Mana buni o'zi bitta ko'tarasiz, mashinaga sig'adi, mashinaga ikkitasi orqasiga nimasiga, ikkitasi, uchtasi bemalol sig'adi-da, oldiga bittasi qilib qo'ysa bo'ladi. Bunda endi aktivnilik bo'yicha bular ham yaxshi, yomon emas. Mana narigi yashikdan ko'rasizlar. Hozir masalan avgust уже biz bu tog'da emasmiz, bu yoqda paxta dalasi yo'q. Shunda ham arilar mana kirib chiqib yurishibdi. Xo'p, nima bor? Bu yoqda adashmasam shu hozir tikan, yantog' deydimi? Yantog' bor. Mana shu uzoq bo'lmagan joyda o'sha yerda gullagan ozmos. O'sha yerda gulni olib kelishyapti. Yana qo'shimcha u yoqdan bu yoqqa olib kelishyapti. Xo'p, shunaqa. Xullas, bu uylar menga yoqdi, shuning uchun buni ko'chirish oson, ko'tarish oson bo'lganligi uchun bularni xudo xolasa mana shunaqa yashiklarda xudo xolasa uylarda men ko'paytiraman. Hop, mana buni bitta minus tomoni bor, qizib ketar ekan. Mana bu quyosh tushib qolsa, mana bu tepasi qizib qolgan payti bo'lganda, tepasida qizib ramka ichidagi ana mashinalarini erib qolgan. Mana bu yonida turibdi, bu unaqa bo'lmagan. Buni ichiga mana quyosh qancha tushsa, mana buni o'tmaydi-da. O'sha issiqligi o'tmagan. Shu joydan zo'r. Xo'p, bularchi? Bulardan menda 10 ta bor, mana shu 10 ta yashik bor. Pustoy podvalda nechtasi? Podvalda 5-6 tasi yotibdi. Xullas, bularni men xudo xolasa onani chiqarishga olib qo'yganman. Ya'ni bu yashikda menda turaveradi. Har bitta yashikda bitta oila turibdi. Menda bunda ikkita, shuni bitta qilishim kerak. Mana bunda bitta, bunda bitta, Nargisda bitta, u naryoqdagi ikkinchisi bo'sh, gul turgani bo'sh. Ya'ni gulni naryoqda bittasi bor, unda ham oila bitta oila bor. Shu 10 ta ramka, o'rtacha 10 ta, 12 ta ramka har bittasida. Xo'p, bular menda qoladi, nasib qilsa bularni shuna qo'yaman, ular tegmayman. Bular menda xudo xolasa keyingi yildan ona sutiga ishlashadi. Ya'ni asalari suti bor, o'shanga ishlashni boshlayman xudo xolasa. Shu katta yashiklarda. Mana bu mobilniy yashiklarni bularni ko'chirib yuraman. O'tdan bo'tga mashinaga solib yuraman. Bular o'zi menda asal yig'ishga, subur myoda bo'ladi. Xudo xolasa o'sha bir bunaqalardan где-то bir 6 ta, 7 ta qilib qo'ysam, mana shu menga yetadi. Asal sochish uchun emas, o'zim uchun, iste'molim uchun mana shuni olib qo'ysam, shu ishlatib yursam, shuni o'zi menga yetadi, xudo xohlasa. Shunaqa gaplar. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz? Demak, mana bu uyani ko'rsat. Gannibalskiy reshotkani qo'ydim. Mana bu ikkinchi etaji korpusi, mana bu Gannibalskiy reshotka deydi, adashmasam. Uni mana bu ustiga qo'yiladi, aslida mana bu ustiga qo'yiladi. Mana qo'yiladi, onari o'tmasligi uchun ustida mana bu qo'yiladi. Ikkinchi etajda tipa. Unga mana ramkalarni joylashtiriladi. O'tda 10 ta ramka, bu yerga 8 dan 9 ta ketadi, o'shuning uchun qo'ydim. Yordamchi yuribdi bu yerda. Bilaman. Mana arlardan qo'rqmaydi. Yordamchilar dahshat. Xullas shunaqa gaplar, shuni qilish kerak hozir. Endi boshlayman, xudo xolisa, bismillah deb. Mana chistolari, ramkalar qachon qo'yilganlari, mana ko'ryapsizlarmi? 04, 05, 06, 06. Shu 06 da aktivni qo'yilgan edi-da.
hozir men bu narsani olsamda deganlar mana shu yerda sekin boshladim. Yani birinchisi bu oddiy sush bo'lishi kerak. Oxirgi marta o'sha har ehtimolga qarshi deb sushni berib qo'ydim-da. Ish qolmasa, ro'yga harakat qilmasin deb sush berib qo'ygandim. Hozir buni ajratib olsam ozgina. Hozir biroz tutun sepib bordim bularga. Tutun pis qilib bordim o'sha. Xalaqib bermasin menga. Hozirgina bu yoqqa kirib olsin degan ma'noda. Bo'lmasa tutunsiz bilan chaqib tashlaysiz. Bu oddiy sushi bo'lishi kerak. Mana bu ham tosh tutuvchi ko'rdingizmi? Bu ozgina ichida yaltirayapti, ko'ryapsizlarmi yaltiraganini? Ozgina yig'ib qo'yibdi. Qachon berganim esimda yo'q. 2 haftami 3 hafta bo'ldi menimcha. Shunday qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, bunisi menimcha anaqa bo'lsa kerak. Kamoy bo'lsa kerak. Mana tepasida bor, bu yoqda yo'q. Bu yoqda mana karmavoy. Hop, karmavoyni hozir bunday qilamiz. Mana o'tdashin videoni mana qo'yib qo'yamiz. Hozircha turib tursin bo'ladimi? Maqsadim balki karmavoyni olarmiz bu yoqqa. Xo'p. Keyingisi nima edi bizda? Mana, bu ham qaranglar, gulchang ko'ryapsizlarmi? Gulchang. Mana shu yerda qo'ysa mana gulchanglar. Buyog'i endi asal, buyog'i mana gulchang bosib tashlagan maşalloh. Gulchangni biz olmaymiz. Ular o'zlari maza qilib yeyishadi, xudo xohlasa. Va tutun bo'lganga bular hammasi anaqaga olyapti. Og'ziga asalni olib, pazar bo'ldi shekilli, qochaman shekilli deb harakat qilyapti. Hop, keyingisi buni oling. Bitta qo'l bo'lish juda noqulay, bilasizlarmi? Mana o'shandan bo'lish. O'rtasi уже anaqa qolib ketganda qo'lim bilan mana bu joyini og'zida ko'zida mana bu joyini qo'lim bilan ezib ham qo'ydim, ko'rdingizmi? Asal chiqib ketdi. Bunda уже rasplodlari bor, mana. Bu chiqayotgan. Bu gulchanglar mana bu yoqda mana rasplod. Mana hozir mana masalda maşalloh ko'z tegmasin. Buni 100% banda qoldiramiz. Mana shunga qo'yib qo'ydim. Hali oralarni yana nima deb tiqib chiqib qo'yamiz yana. Bularni hozir turursin. Hozircha oxirigacha olib bo'laylik bularni. Bu yangi ramka. Ya'ni mana shu qo'yilgan ramka. Xo'p, ichida tuxumlari bor mana. Mayda-mayda. Bir kunlik, 2 kunlik tuxumlar. Mana kamerada ko'rinyaptimi, yo'qmi bilmadim. Bunda ko'rinyapti. Balki onari mana shundadir, chunki yangi qo'yilgan tuxumlar bor ekanda. Hozir ramkani aylantirib ko'ramiz. Mana ramkaning ikkinchi tomoni. Ona ko'zim tushgani yo'q. Biz bitta ichida tuxumlar bor. Mayda. Tuxumlar. Davom ettiramiz. Keyingisi. Mana jiyanlar mana. Bundan o'sha asali ham bor, alhamdulillah, anaqasi ham bor. Raspolini ham qo'yib tashlagan. 'Ko'ryapsizlarmi? 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 '
Onlarga ko'zlar tushdimi? Yo'q, ko'zlarim tushmadi. Ona ariga. Mayli. O'zlaringiz baho berib qo'yinglar. Asalarini shug'ullanadiganlar bo'lsa, ustozlar bo'lsa, mani asalari bo'yicha aktiv shug'ullanishimni birinchi yili. O'tgan yil bittari olgandim. O'shani biroz qaragandek bo'ldim. Oz-oz o'rganildi. Duh oshirildi o'shani o'rganib. Ozgina qaraldi. Hop, lekin aktivni shug'ullanmadi. Endi bu yil ham aktivni shug'ullanmayapman. Bu yil bularni shu boqishni o'rgandim, shu asalga olib borishni o'rgandim. Ya'ni shira ya'ni o'sha daraxtlarning gullashlarini o'rgandim. Qaysi payt qaysi gullaydi, qayerda ularga shira bor, qayerga olib borish kerak. Shu tikan gullashini ham kutdim. Haqiqatan bular ishladi o'sha tikan gullagan payti. Ya'ni yantoq gullagan payti real ishlashni olib kelishdi. Keyingisi. Bu videoni ko'p montaj qilamiz shekilli, chunki mana olib ko'rishda o'sha ikkinchi qo'limni ishlatyapman-da, ramkani aylantirishda. O'shanda mana bu kadr nido bo'lib qolyapti. O'shani ikkinchi yarmi. Mana bunday qarasangiz mana gulchang olib kelgan, qizil gulchang. Mana shu oyog'ida ko'rinyapti mana. Xiramas, ha? iPhone'im xira bo'lib qolyaptimi? Bularda nima bor? Bu yangi chiqqan shekilli, bularda anaqa yo'q. Tuxum ko'rinmadi. Yangi qo'yilgan tuxumlar boshida bor edi. Bularda tuxum yo'q ekan. Hozir endi ko'chadan asal kelmayapti-ku, shira kelmayapti. Juda kam, kelsa ham juda kam. O'shanga bular hozir ona arasi shira kelmayapti deb tuxum qo'yishni kamaytirgan bo'lishi mumkin. Jigarlar. Shuning uchun stimulyatsiya qilib turib, ularga ozgina shira berish mumkin. Lekin men hali bermayman shira. Ustozim bilan gaplashib ko'raman, to'g'risi. Ustoz qachon o'sha shira beramiz deymizda, shu avgustning oxiri, sentyabrlarda chiqqan qo'yilgan tuxumlarmi yo chiqqan o'sha arilar, bu qishlaydigan arilar bo'ladi-da. Hozir shu ko'rsatib. Qishlaydigan ari degani o'sha qish bo'yi u yerda qoladigan, o'sha bahordagi yosh arilarni, ishchilarni, ya'ni shu qo'yilgan tuxumlarni chiqazib beradigan, qarab ularga ovqatlantirib, ularga tarbiya berib, ularni o'rgatadigan ari hisoblanadi. Mana shu nimada qo'yilgan. Avgustda, sentyabrda chiqqan arilarda. Qolganlari u mana bu asal yig'aman, shira yig'aman deb yurib o'lib ketadi. Hop, muammo ona arini ko'rmadik-ku jigarlar. Ona ari qani? Bir qarab qo'yishim kerak-da. Bularga kanaga qarshi dori berish kerakmi, ha? Buni qarashim kerak ekan. Kanasi borga o'xshabdi. Ana kuni gaplashdim, ustozim bilan aytdi. Shuni berishingiz kerak, kanaga qarshi dori dedilar. Men hali to'g'risi qaraganim yo'q. Buni qaraganda kanasi yo'q, lekin profilaktika uchun bir balodan boshlanadiganini aytdilar. Yozib qo'ygandim. Men o'zini palchkasi bor edi-ku, lentaga o'xshagan. O'shani o'tga ishlatgandim. O'sha bitta nimamga. Vro'di yaxshi. Hop, endi keyin kislota bor, muraven kislota bor. U yaxshi, lekin unaga dozasini oshirib qo'ysangiz, ona arini shu jinsiy a'zosiga ta'sir yetkazadi, zarar yetkazadi dedilar. Shuning uchun ehtiyot bo'ling, ishlatmaganingiz ma'qul dedi ustozim. O'shuning uchun to'g'risi odam qo'rqib qoldi uni ishlatishga.
bir bola degani borda, o'sha suvga solib, har bir ramkaga 10 gram, mana bu yog'iga 10 gram, 10 gram, 10 gram qilib sepib chiqasiz. Cho'tki bo'ladi. O'shani maslahat berdilar, endi o'shani qilaman, xudo xolasa. Xo'p, onarini topishimiz kerak, jigarlar. Onani men srochni topib, keyin sizlarga ko'rsataman. Mana onani topdim, jigarlar, mana yuribdi. Mana shu 3-ramkada ekanlar, xullas mana. Mana bu adashmasam o'zim belgilaganman, yashilga. Bu ro'y bo'lib chiqqan edi-da. Mana shu ro'y bo'lib chiqqan. Naryoni olib kelgandim onasini. Paket sotib olgandim. Naryodagini mana shu ro'y bo'lib chiqqan. Ro'y bo'lib chiqqanda onasi bor edi, hozir qayerga ketib qoldi. Mana ketib qoldi. Ko'zdan. Keyin ichidan nimalar ham bor. Ko'rasizlar? Keyin ro'y bo'lib chiqqandan keyin ushlab olib, mana shunga solib qo'ygandim-da. Va ho'kazonchaga turibdi, xudo xolasa. Chiki-puki, inshaalloh mana. Onasi sog', salomat, yaxshi yuribdi. Karnikami, menimcha karnika. Ikki xil oldim. Bakvas bilan karnika oldim. Endi qaysi biri karnika, qaysi biri bakvas men bilmayman, to'g'risi. Bu endi bu olinmagan, bu o'sha bilasizlar, bu mana qilib chiqqan edi. Ro'ydan zo'r, sog'lom onari bo'ladi. Bu xudo xolasa shunaqa yuribdi. Xullas, mana 8 ta ramka turibdi. Karmoyni olib qo'ydim. O, naryoqda turibdi. Karmoy, mana shu ramka ko'ryapsan, olib qo'ydim. Bitta chala karmoy bor edi, o'shani qo'yib qo'ydim. Nimalar, o'tdagi faqat asal, bu yerdagi ham asal, ham gulchang bo'lgani uchun buni qo'yib qo'ydim. Asali unga nisbatan kamroq, lekin mayli turaversin. Xullas 8 ta qo'ydim, ustini bosiraman hozir. Mana bu yerda mana qolib ketganlar. Endi buni sekin-sekin olib, menga qoqish kerak-da. Ramka qo'ydim, ramkaga chiqadi, sekin olib menga qoqib shunaqa qilib o'tkazib olaman, xudo xolasa. Hali bu yoqdan hali chiqmadi birontasi. Nega mana bu yo'lari bo'sh. Chiqish kerak. Ona arini feromoni ba'zi bir nima qiladi, bilan jalb qiladi. Hozir bo'lganimdan keyin ba'zi qolib ketadi, bir ikkitasi buni yopaman-da. Buni bu yashikni mana shuni aynan shu ustiga qo'yib qo'yaman-da. Ba'zi tortadi ona arisini, feromonni tortadi bular. Chiqib olishadi, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Hozir asal yig'ini yo'q, bo'lsa ham juda oz. O'shuning uchun shu ishni qilyapman. Asal terimi paytida asal kelib turgan, ko'chadan shira kelib turgan paytda bu ishni qilmadim, chunki ular shira yig'sin, uni yig'sin dedim. Shu yig'ib olsin, terimini olsin. Keyin shu ishni bajaraman deb olib qo'ygan edim. Shunaqa gaplar. Hayır. Ramka chiqishiga qarab. Ko'ryapsizmi? Mana biroz to'xtab qoldi, bo'ladi. Sekin-sekin chiqyapti. Aktiv ramka chiqyapti, mana. Ramka oldiga kelib, top chiqyapti. Bu nima desam, begona ramka emas, ayni uyda turgan ramkada. Men bu yerda shuni oldimda, qoqib, keyin bunga qo'yib qo'ydim. Ya'ni o'zini shu feromoni o'zini hidi bo'lgani uchun sraz bunga chiqyapti-da. Sraz chiqyapti, mana olamizda buni hozir mana qaranglar. Hozir qo'yganim shunchasi chiqdi. Endi buni hozir makka qoqamiz. Setka bilan qoqsak yaxshi bo'lardi. Yana makka qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Tezroq chiqdimiz mana. Hozir uchkalari uchadi, ba'zi ko'pchilik menga keladi, ba'zi hidi chiqyapti, ba'zi tap mana shunga sekin mana qo'nib ichga kirib ketaveradi. Shunaqa gaplar. Men nima bilan, cho'tkasi bilan sekin yordam beramiz. Mana bilan bo'la qolib, bo'lsang shu. Mana boshqa shuncha ishlarim bor. Shuni qiling. Bo'lamiz. Qani. Zo'r bo'ladi. Hammasini olib turib, shuni yopib, og'ziga paxta qilib qo'ygan bo'lardi mana buni. Paxta qilib qo'ygan bo'lardi. Keyin lattashanimda tepasidan pastga tashlab qo'yardim. Tepasida buni qo'yardim-da. O'zlari sekin chiqib olishar edi. Mana o'sha sekin o'rganishyapti. Xolos hozir chiqib bo'lsa, bularni yana qoqib shunaqa qilamiz, nasib qilsa. Bunaqa gaplar deganlar, hali rezultatdan deganlar. Bo'sh bo'ldi. Ko'rdingizlarmi? Xudo xolasa bugun emas, ertaga bu yo'lni ochib, mana buni ochib, mana buni olib qo'yaman. Bunaqasiga bular ko'payishni boshlaydi, nasib qilsa.
Mana bu hammasi keldi. Buni hozircha yopamiz. Nimadir qolib ketdi. Nima qolib ketdi? Yo'q, turishni shu yerda. Voy. Qattim tushib ketdi. Hop, nima bo'ldi? Voy. Kırmızı oldu. Qo'yishimiz kerak bo'pti. Chiganlar. Hop, endi nima qilamiz? Mana shu mashgacha olib kelib qo'yamiz. Mana buni olib o'tga qo'yib qo'yaman. Endi ko'chada yurganlari balki kirolmaydida, shu tepasiga kirib ketaveradi. Kirish xohlamaganlar mana bu boshqa joylarga kirib ketish mumkin, boshqa uylarga. O'sha yerga borib, "Men yangi oilam" deb o'sha yerda yashayverishi mumkin bo'ladi. Xullas biz nimada qolmaymiz, ana ara yo'qotmaymiz, xudo xolasa. Shunaqa turibdi. Mana shunaqa qo'yib qo'yamiz. Bo'ladimi? Tashlasam. Nima, o'rganlarga qaramanglar, bu necha oydan beri turibdi bu yerda. Bu yerda bir qancha bo'ldi? Bahorda boshidan beri turganida. Ba'zi o'ladi-ku ichkarida, o'lib qoladi, o'shalarni o'zi chiqarib tashlashadi. Bu bir kunda yoki bir oyda bo'lgan narsa emas, bu postepенно, sekin-sekin bo'ldi. Hop, nimaga qarashim kerak? Kanaga dori berishim kerak. Hammasiga Xudo xohlasa o'sha kitobida yozilgandek qilib bitta maslahatlashib yuboraman ustozimdan qachon qanchadan berishim kerak deb hammasiga Xudo xohlasa kanaga qarshi dori berib chiqaman. Shunaqa bo'ldi, jigarlar. Endi o'tga keladi, xohlasa shustri bo'lsa botni topib kiradi, bo'lmasa sekin nariyoqqa kirib ketaveradi. Endi nariyoqdagilar ham shustri agar nimadir bilan kelsa, o'sha gulchangmi ha yoki anaqami asalmi o'sha nimadir bilan kelsa, xudo ular ham kirgizib yuboraveradi. Mayli o'tir dedi-da. Kiraver dedi. Qo'lim paxta bo'lib qoldi. Kiruvdi, uni kirgizadi. Bo'sh kelsa, tekin tomon bo'lsa, sekin surbotdan kirishadi. Mana shu hozir bittasi gulchang bilan yuradi mana qayda. Gulchang bilan nimadir qilib yuribdi, ko'rdingizmi? Tashlab olmoqchiman, oyoqlarida gulchang turibdi. Qatdan kelgan, o'zini olib keldi qattandir. Kirsammikan uyga, kirmasammi? Biroz yursammikan aylanib deb yuribdi menimcha. Ularni kirib chiqib yurishibdi. Shunaqa gaplar. Hali asalarilik haqida sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Bu chista hobbi, asalarilik. Asalachilikdan bir mashaqqati juda ko'p ekan, mehnati juda ko'p ekan. Bunga shira topib berishingiz kerak. Quyon boqsangiz, ovqatni tayyor sotib olasiz. O'tlarni olib berasiz, mana beda-sedalarni olib berasiz, ovqati borda. Bularda unaqa emas-da, tushunyapsizmi? Bularda unaqa emas. Shu joydan muammoygan, shu shira bor narsani, shu shira beradigan o'simliklarni qidirib yurishingiz kerak. O'shalarga buni olib borishingiz kerak-da. Shu joyi asarchilikning minus qismi ekan, ya'ni katta mehnatlardan bittasida. Endi 100% mehnat emas, chunki uni boqishi bor, qarashi bor, davolashi bor, ko'paytirishi bor. U yoqda ancha mehnati bor. Uni o'zingiz qilsangiz bo'ladi vaqt topib, lekin oxiri borib taqalib qoladigan narsa mana shu shira bor joyga olib bormasangiz yo'qda, u siz qo'lingizdan kelmaydi-da, vaqt topsangiz bilan u ishni qila olmaysiz. Agar shu joyni bilmasangiz. Men yashaydigan bu atroflarda shira beradigan, ya'ni paxtami, tikanliklar bor birozgina, lekin unaqa nima yo'q, paxta yo'q. Hozir tikanni olib kelishdi, nimalarni olib kelishdi, zo'r olib kelishdi, xudo xolasa. Lekin ana paxta yo'q hozir. Ko'plar shu paxtadan oldi yoki tog'dagi nimalardan oldida. Toqqa chiqarib o'sha yerdan olib olishdi. Shunaqa gaplar. Omon bo'linglar, kanalga a'zo bo'lib qo'ysangiz sizdan chiqmasin.